yozgan ekan, ko'ngli toza, ko'ngli pokiza Garri deb yozib Assalomu ana alaykum, o'qigan ekanda. mani Qarochi Instagramga kirdim, o'sha meni rasmimni qo'ygan, tepasiga oq yozuv bilan yozib qo'yibdi, ko'ngli pok G'ayrat aka bir balo deb hazillashib yozganda. Vallah. Endi like bosib kommentiga kirib, men o'qiyman hamma kommentlarni. O'qib chiqsam bittasi yozibdi, endi akalar mashincha gap yozganda, endi ana Qur'ondan bir balo ana Qur'ondan narsalarni ham keltirib, har bir ana qilib yozganda, qarochi ko'ngli pok odam bunaqa bo'lmaydi, namoz o'qimaydi, yana bir balo. Akalar, bu keyin boyagi akaga yozdim. Aka, bu hazillashib yozgan. Mayli gap yo'q. Agar siz shuni xohlayotgan bo'lsangiz, agar ko'nglingiz tinch bo'ladigan bo'lsa, aka, bari ko'nglim pok emas, aka, ko'nglim kirmadi mayli dedim. Endi akalar sizlar ham to'g'ri tushuninglar. Agar oranglarda shunaqa nasib qilsa birga stream qilamiz oga. Rahmat Dalir. Agar oranglarda shunaqa insonlar bo'lsa, har bitta gapni dinga tiqishtirib, ana qilib solishtiradigan bo'lsa, akalar, uzr so'rayman, ming bor uzr. Meni ko'nglim toza emas, ko'nglim kirmaydi sizlar uchun. Joninglar sog' bo'lsin. Prosta har bitta gapni dinga tiqishtirib, jiddiy qabul qilmanglar, iltimos sizlardan. Men hazillashaman bolalar bilan. Menda bor shunaqa obunachilar. Meni o'zimni bolalarim borda, o'zimni anavimda ular постоянно bor, постоянно hazillashamiz, kulishamiz ular bilan. Shunaqa. Men shunaqa odamman. Lekin ana dinga tiqishtirmaylar, iltimos sizlardan. Joninglar sog' bo'lsin. Men ko'nglim kirmaydi, o'tay. Shunaqa deylar. Lekin Toga assalomu alaykum, eson omon streamlarni boshlab oldi. O'sha kommentni men ham o'qidim, odamlar nimaga shunchalik jiddiy oladi, hayronsan. Ya mayli, men endi jiddiy olgandama, men hech kimga yomonligim yo'q-ku. Men hazillashaman. Birovning ustidan bo'lsa ham zarari yo'q. Men o'zimning ustimdan o'zim kulaman.